Shohrux aka, bu umuman boshqacha model ekan. Menimcha shu mijozlarning talabidan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan. Chunki yomg'ir bo'ladi, qish mavsumi bo'ladi, menimcha sovuq bo'ladi, shu uchun kabinali ishlab chiqilgan. Otabek aka, ushbu modelimiz Eldosh L200SS to'la yopiqli kabinkalik mototsiklimiz. 1,5 tonnagacha yukni ko'tarishga mo'ljallangan. 1,5 tonna. 1,5 tonna, albatta. Ushbu mototsiklimiz siz aytgandek o'sha mijozlarimizning xohish istaklariga, nimaga deganda yoz vaqtida mijoz mototsiklni, oddiy mototsiklni haydasa agar, o'sha qishgacha bemalol haydaydi, lekin qishda haydolmaydi. Xohlasa ham, xohlamasa ham haydolmaydi. Sababi sovuq bo'ladi, yomg'irli kun bo'ladi, qorli kun bo'ladi. O'sha sababdan ham ushbu modelimizni ham ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganmiz. Ushbu modelimiz ko'rib turishingiz mumkin, o'sha to'laqonli, yopiq, kabinalik. Ko'rishingiz mumkin. Mototsiklimizda o'sha qishda ham, yozda ham kerakli bo'lgan barcha narsalar mavjud. Xohlasangiz pechka, xohlasangiz agar ventilyator, hammasi bor. Agar xohlasangiz agar mototsiklning ichida hattoki qo'shiqni ham bemalol eshitib yurishingiz mumkin. Magnitofoni ham bor. Magnitofoni ham bor. Ushbu mototsiklimizning yana bir qiziq joyi, mototsiklda avuz bo'ladi. O'sha dvigatel ishlab turgan avuz bo'ladi. Bu mototsiklimizda dvigatelimiz orqada joylashgan. Kabinkada dvigatel ovozi juda ham past eshitiladi. Demak, ortiqcha tovushlar unaqa bo'lmaydi. Yo'q, salonda bemalol qo'shiq eshitib, maza qilib, xuddi mashinaga o'tirib ketayotgandek bo'lasiz. Bemalol. Buni rasxodi qancha? Ya'ni ushbu mototsiklimizning benzin rasxodi 200 lik radiatorlik motor o'rnatilgan. 6 litr rasxod bilan 100 km masofani yo'l bosib o'tadi. Qolgan mototsiklimizga nisbatan bu mototsiklimizning rasxodi ozgina ko'proq, sababi kabinaning o'zining og'irligi ham bor. Bu ham o'sha rasxodga qo'shiladi o'sha sababdan. Mototsiklimizga 220 ga 135 lik kuzov o'rnatilgan. Ushbu kuzovimiz ham 1,5 tonnagacha bo'lgan yukni bemalol ko'taradi. Balon qismiga kelsak, 5 ga 12 lik yo'l tanlamas balonlar. Resor qismi 8 ta listli resor o'rnatilgan. Bu ham o'sha yukni ko'tarishga eng muhim bir qismlardan biri hisoblanadi. Yuksiz holatda yurish uchun mototsiklimizga qo'shimcha prujina va amortizator o'rnatilgan va 1,5 tonna yuk bilan bemalol to'xtash uchun jitkisli tormoz deyiladi. O'sha jitkisli tormoz ham o'rnatilgan o'sha mototsiklimizga. Mototsiklimizga qo'shimcha zapasnoy balon beriladi. Plash, perchatka, shlep ham qo'shib beriladi. Garantiyasi bormi? Garantiyasi zavod tomonidan ushbu mototsiklimizga, qolgan mototsiklarimizga o'xshab 3 oy yoki 2000 kilometrgacha bo'lgan masofaga bizlar garantiya beramiz. Xo'p, asosiy savol va oxirgisi har doimgidek narxi necha pul? Ushbu mototsiklimizning narxi 35,500 ming so'm bo'lyapti hozirda zavod narxida va ushbu mototsiklimizni ham dilerlardan va barcha viloyatlardan zavod narxida xarid qilib olishlari mumkin iste'molchilarimiz. Tushunarli. Zo'r. Agar sizga ushbu mototsiklimiz qiziq bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bog'laning, bizni kuzatishda davom eting, like, podpiska va qanday savollaringiz bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Biz albatta Shohrux aka bilan hammasiga javob beramiz. Rahmat. Katta rahmat.